Assalomu alaykum hakamlar hay'ati a'zolari. Biz hozir bu videoda APD ya'ni AI Phishing Detector loyihamizni demo versiyasini qanday ishlashini ko'rsatib o'tmoqchimiz. Sahifamizda ko'rsatilgandek bu 3 ta qadamdan iborat. Birinchi qadam yuzerni tanlash. Bu yuzerlar qayerdan kelyapti? Bizda ikkita dataset bor. Birinchi datasetimiz kattaroq. Bu datasetimiz AI modelimizni train qilish uchun ishlatilgan. Ikkinchi datasetimiz bu personal profiles dataseti. Ya'ni bu yerda har bitta user bir oyda qancha tranzaksiya qilgan, o'rtacha bir kunda qancha summada tranzaksiya qiladi va qaysi shaharda ko'pchilik o'sha tranzaksiyalar va qanaqa qurilmadan ko'p foydalanadi yoki qaysi qurilmadan foydalanadi. Bitta user tanlasak, masalan, birinchi userimizni tanlasak, ular aytaylik, masalan, sefir imtihoniga topshirmoqchi. 600 ming atrofida Farg'onada bo'lsalar, o'sha Farg'onadan registratsiya qiladida, iPhone ishlatadilar, iPhone telefonidan registratsiya qilyaptilar. Modelga so'rab yuboramiz. Model bizda o'sha aytganimdek kattaroq datasetni train qilingan AI modeldan bizga ikki xil risk score umumlashib keladi. Birinchisi o'sha katta datasetga qarab turib risk score chiqaradi. Ikkinchisi bu personal profilga qarab turib risk score chiqaradi. Ya'ni u boshqa shahardan qilyaptimi, boshqa qurilmadan qilyaptimi yoki odatdagina qancha ko'p pul ishlatyaptimi, o'shanisiga qarab turib risk score bizda birlashtiriladi. Ikkalasi birlashtirib turib bizga olib kelinadi, umumlashtirilib turib. Masalan, bu yerda 3 xil risk score'ga qarab turib 3 xil holat bo'lishi mumkin. Bu tranzaksiyaga ruxsat berilishi mumkin, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin yoki tranzaksiya bloklanishi mumkin. Xo'p, boshqa bir yuzerni tanlab turib ishlatadigan bo'lsak, masalan, 3-chi yoki user 0 ni tanlaylik. Masalan, bular Nukus shahrida asosan tranzaksiya qilar ekanlar. Biz Toshkentni belgilab turib tranzaksiya qilaylik. Masalan, onlayn servisga transfer qilyaptilar. Masalan, ular iPhone ishlatadigan bo'lsa, biz Android qilaylik. Bu yerda masalan 2 millioncha. 2 million modelga bu anonimizni yuborsak, biz risk score balandroq 36. Shuning uchun bu qo'shimcha tasdiq talab qiladi. Keyingi holatimizni ko'radigan bo'lsak, masalan, 3 user tanlaydigan bo'lsak, O'zbekiston emas, boshqa bir davlatdan kimdir pul chiqarib olmoqchi, masalan, Rossiyadan pul chiqarib olmoqchi bo'lsa, onlayn servis ishlatyapti, onlayn payment ishlatyapti. Masalan, kattaroq summa 15 million pul chiqarib olmoqchi bo'lsa va bu telefon emas, kompyuterdan qilinyapti deylik. Tranzaksiyani modelga yuborsak, unda yanada balandroq risk score chiqyapti. Buni sabablari bu davlat boshqaligi, shahar boshqaligi va noodatiy servislardan foydalanayotganligi va odatda ishlatadigan summasidan ko'proq summa tranzaksiyasi amalga oshirayotganligi sabab bo'ladi. Xo'p, agar yana qo'shimcha savolinglar bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bizda chatbot bor, APD savol-javob. Shu yoqqa savollaringizni yozishinglar mumkin. Masalan, biz aytishimiz mumkin, bu proyektni biz qayerlarda qo'llashimiz mumkin. Bu aytyapti, o'sha banklarda to'lov tizimlari bor joylarda bu bizani loyihamizni ishlatsak bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat.